Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Bayovut tumanida xudo xolasa 6 dona qo'chqorchalarimiz bor. Hammasi sog'lom. 6 dona qo'chqor. Bu yerda jami 7 bosh, 6 tasi sotiladi. Hammasi deyarli bir xil. Xudo xolasa 1 yashar atrofiga borib qolgan. Holi tish buzmagan bo'lish kerak. Qo'chqorchalarimiz hammasi sog'lom. Yeb icharlarda, yurish-turishlarda umuman muammo defekti yo'q. Bugungi sanamiz 2025-yil 29-noyabr. Haftaning shanba kuni. Hurmatli aka-ukalar, bular narx-navolar keladigan bo'lsa, 6 tasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa, yana qaytartaman. Bu yerda 7 dona 6 tasi sotiladi. 6 tasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa, oxirgi real narxi, oxirgi bo'ladigan narx-navosini aytib o'tamiz. Hurmatli aka-ukalar, 4 million 700 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, oxirgi bo'ladigan narx-navos 4 million 700 ming so'mdan. Hurmatli aka-ukalar, yeb turibdi, xudo xolasa, oz-moz yem-pem yeb turibdi. Hammasi sog'lom. Hammasi bitta joyda bir qo'rda turadi. Yem yeb, kirib chiqib mana shunaqangi boqilyapti. Yana qaytarataman, umuman aybi, nuqsoni yo'q. Sog'lom qo'chqorlar hammasi. Olib borib boqaman deydigan aka-ukalarimizga xudo xolasa yaxshigina daromad qiladigan qo'chqorlarimizdan. Savdogar akalarimiz ham aloqaga chiqsalar bo'ladi, olib borib sotsalaringiz ham xudo xolasa foydasi bor qo'chqorlarimizdan. 4 million 700 ming so'mdan 6 tasi bir joyga bo'lsa, baraka qilamiz. Faqat realni bo'ladigan narx-navosi. Yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Badanlari juda ham semiz. Sirdaryo viloyati Bayovut tumani. 2025-yil 29-noyabr. Yaqinlashtirib, mana bunday qilib yiriklashtirib olganimiz yo'q, hurmatli aka-ukalar. Ataylab kamida bir 10 metr uzoqlikdan turib oldik. Hozir uzoqroq ketib qoldi. Mabodo ichidan bitta ikkitasini olaman deydigan aka-ukalarimizga tanlab olishga 5 million so'mdan yoqqan tanlab olaverasizlar. Kichkina qo'chqorlar emas, hammasi yirik qo'chqorlar.